Korrupsiya shunchaki jinoyat yoki huquqbuzarlik emas, balki ma'naviy buzilish holati hamdir. Ushbu illat salbiy oqibatlarga sabab bo'ladi. Aynan shunday oqibatlar sababli ko'plab davlatlar inqiroziga yutgani tarixdan bizga ma'lum. Prezidentimiz davlat boshqaruviga kelgach, 2017-yilda qabul qilingan ilk normativ hujjatlardan biri korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun bo'ladi. Shundan boshlab mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi murosasiz kurashishning ilg'or xalqaro standartlariga asosan tizimini joriy etish bo'yicha izchil choralar ko'rilmoqda. Keyingi davrda korrupsiyaga qarshi kurash sohasida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyati oshirish borasida bir qator zarur choralar ko'rildi. Bu haqida to'xtalayotganimizning sababi shundaki, jamiyatning har bir a'zosi qonunlarni, xususan korrupsiya bilan bog'liq qilmishning huquqiy oqibatlarini yaxshi bilish kerak. Qonunni bilmaslik, uning mazmunan mohiyatidan bexabarlik, tabiiyki korrupsiya jinoyatini sodir etgan shaxsning jazodan qutulib qolishiga imkon bermaydi. Qonun talabi shunday, korrupsiyaga qarshi barham berishda faqat davlat va hukumatning kuchi bilangina erishib bo'lmaydi. Shuning uchun mazkur ijtimoiy illatga butun jamiyat, barcha fuqarolar oyoqqa turmog'i, kurashmog'i zarur. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, korrupsiyaga qarshi kurashda aholining barcha qatlamlari, eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan, jamiyatning barcha a'zolari ta'bir joiz bo'lsa, halollik vaksinasi bilan emlanmas ekan, o'z oldimizga qo'ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz. Biz korrupsiya oqibatlari bilan kurashishdan uning barvaqt uni oldini olishga o'tishimiz kerak. Kombinatimizda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatlarni qaror toptirish uchun tizimli chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Kombinat faoliyatining ochiq va oshkoralikni ta'minlash, mas'uliyatni oshirish, byurokratiyani kamaytirish va davlat xizmatlarini soddalashtirish, korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan mexanizmlarni amaliyotga keng joriy etyapmiz. Xususan, compliance va samaradorlikni baholash reytingi tizimlari yo'lga qo'yilgan. Davlat xaridlari to'liq raqamlashtirilgan. Aziz metallurglar, korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi har birimiz faol ishtirok etishimiz shart.